nima deyishim kerak? Qarang, g'alati qarang. Men Abdumajidov Bobur. Men Aliqulova Dildora. Men Shodiyev Asadulla. Men Xumomatova Nigora. Men Jumayev Shohjahon. Men Abduxalilova Dilafruz. Men Norqobilov Shavkat. Men Shoqiyeva Maysara. Orol Javohar. Men Ismoilova Shahrizoda. Men Ahmedova Umida. 6-sinf o'quvchisiman. Jahongir ustozda tahsil olib, Matematika fanida. Jahongir Olimovich ustozimning kurslariga kelib, Jahongir ustozda tahsil olib, Jahongir ustozning kurslariga kelib, Jahongir Olimovichning kurslariga tahsil olib, Jahongir ustozimning kurslariga yozilib, matematika fanidan Jahongir Olimovich kurslariga kelib, Jahongir ustozning kurslariga kelib, matematika fanidan milliy sertifikatni qo'lga kiritdim. matematikadan B+ sertifikatini oldim. C+ natijasini qo'lga kiritdim. C sertifikat darajasini qo'lga kiritdim. C+ darajasini qo'lga kiritdim. C+ natijani qo'lga kiritdim. C+ darajani majburiy fan uchun qo'lga kiritdim. Yaxshi natijalarni qo'lga kiritdim. B darajani qo'lga kiritdim. C natijani qo'lga kiritdim. Siz ham Jahongir ustozning kurslariga keling. Buning uchun Jahongir ustozga rahmat. Siz ham keling va yuqori natijalarga erishing. Buning uchun Jahongir ustozga rahmat aytaman. Sizlarga ham shunday natija kerak bo'lsa, ustozga murojaat qiling. Sizlarga ham tavsiya beraman kursga yozilishlaringizda. Sizlarga ham buni tavsiya etaman. Jahongir ustozni o'quv markazlariga kelib, shunday darajalarga ega bo'ling. Sizlarga ham tavsiya beraman, kurslarga yozilib va yaxshi natijalarni qo'lga kiritishingizni tilayman. Va bunda Jahongir Olimovich ustozimga kattakon rahmat aytishni ham kelishingizni tavsiya qilaman. Buning uchun Jahongir ustozga rahmat aytaman.